Assalomu alaykum azizlar. Bormisiz? Omonmisiz? Sog'misiz? Salomatmisiz? Ilohim, Allohim tani joningiz sog' qilsin, umringizni uzoq qilsin. Qolgani hammasi shuni ichida sekin-sekin bo'laveradi. Azizlar, bugun uvol haqida bitta video qilgim keldi. Endi albatta buni hamma har xil tushunadi. Kimnidir uvol haqida tushunchasi mana shuncha, kimnikidir cheksiz tushunchaga ega, lekin unaqa insonlar kam. Bu video bilan misol uchun hech kimga aql o'rgatmoqchi emasman, yo bo'lmasa bir tarbiya bermoqchi emasman. Shunchaki meni o'zimning fikrlarim. Siz bu fikrlarga yoki qo'shilishingiz mumkin yoki qo'shilmasligingiz mumkin. Gap oila haqida, gap insonning rizqi, umri, umuman olib qaraganingizda hamma narsani uvoli bor ekan. Uvoli bor ekan. Kecha bir ikkita oilani, shu ajrashayotgan yosh oilani shu muhokamasi bo'ldi bitta joyda. Shunda ishtirok etib qoldim. Ikkalovini ham sababini so'rasangiz gapi bitta. Nima sababdan ajrashyapsizlar desangiz, bittasi erim kam pul topadi deydi, ikkinchisi yetishmovchilikdan deydi. Ikkaloviga men bitta narsani aytdim, to'g'ri. Yetishmovchilik dedim. Lekin bu yetishmovchilik iqtisodiy yetishmovchilik emas. Mana bu kallaning ichida miya degan narsa bor. Ana o'shani yetishmovchiligi. Farosat degan narsa bor, o'shani yetishmovchiligi. Zakovat degan narsa bor, ana o'shani yetishmovchiligi. Shukr, sabr degan narsalar bor, ana o'shani yetishmovchiligi. Yetishmovchilik deydi. Qanaqa yetishmovchilik desa, kam pul topadi, topgan pul hech nimaga yetmaydi. Nimaga yetmayapti? Uyingizda noningiz yo'qmi? Non bor, har kun 4 ta non ko'tarib keladi. Nechta ko'tarib kelsiz sen ochoqpatga? 10 tami? Insonni, har qanaqa insonni bir burda non bilan bir kosa ovqatga qorni to'yadi. O'zi aslida shunaqa. Lekin biz bunga qanoat qilamizmi? Qattiq qanoat qilasiz. Dasturxon to'lib turmasa, yesa yemasa, ani qo'yib tashamasa qatorlashtirib, bizda ayniqsa bizda shu narsa kuchli, ko'nimiz joyiga tushmaydi. Bitta konfetmi nimadir bir qanaqadir nimadir kamchilik bo'lib qolsa, oho, shu narsa bo'lmadi, mani obro'yimni, sani obro'ying dasturxonda noz ne'mat kam bo'lsa, obro'yi tushib ketamish. Agar noz ne'mat ko'p bo'lsa, inson obro'li bo'lamish. O'sha mehmon kutganda, bitta joyga borganda. Mana shu dunyo qarash bilan bir nima kutsa bo'ladimi insondan? Bir yaxshi hayot, bir farovon hayot. Yo'q. Na zakovat bor, na boshqa bor. Qani kamtarlik, qani sabr, qani kam topadi, hech narsaga yetmayapti. Noning bormi desa, ha nonim bor, har kuni 4 ta non ko'tarib keladi deydi. Shukr qilmaysan. Go'shtchi, uyda go'sht bormi desa, go'sht bor, o'zi go'shtni hozir ko'p yemayapmiz, nima issiq. Go'shting bor ekan. Qand qurs, bir chaqchuq, mana bunaqa narsalar bormi? U ham bor. Nimanga yetmayapti desa, bizani uyimiz tor. Noshukr, nonko'r, befarosat, bezakovat, beaql. Sani uying tor emas. Sani ko'ngling tor. Endi o'sha ajrashayotgan, o'sha bu meni kechirasizlar, hurmatli ayollar, lekin o'sha ayollarning gapi. Ikkita erkak shu jim turibdi bechara. Hech narsa degani yo'q. O'sha ayollarning gapi. Biz uyimiz tor, bizga katta uy kerak deydi. Mana, katta uy kerakmish. Katta uy emas, senga kichkina aql kerak. Kichkina aql. Katta uyni qayerdan olsin? O'sha xolangnikidan oladimi? Katta uyni nima qilasan? Sen filmsan yo sen
Ani bir katta sigir misal sen sig'mayapsanmi shu misol uchun 2 xona uy bo'lsa yo 1 xona bo'lsa yo qancha joyda yotasan? 2 metr joyda yotasan, to'g'ri? Sig'mayapsanmi? O'tirsang qancha joyda o'tirasan? Nechinchi joyda o'tirasan? Yo'q, bularni o'sha mana yetishmovchilik. Qanaqa yetishmovchilik? Shu ko'ngli tor, nimasi tor. Faqat boshqalarni qarang. Falonchini qarang, bunaqasi bor ekan. Pisonchini qarang, bunaqasi bor ekan. Menga mana bunaqa narsa kerak. Senga mana bunaqa kerak, 2 metr arqon osishga. Azizlar, mana nima? Qadriga borishmayapti. Qo'shishlasizmi, yo'qmi bilmadim, fikrimga ayollar ko'p narsani qadriga borishmayapti. Borishmayapti. O'sha yaxshi erkakni ham bir kun uvoli tutadi. Shu kam topayotgan erkakni ham uvoli tutadi. Siz bu yoqdan nolib turaversangiz, kam deb bir narsa olib kelsa, o'shandan bir zakovat, bir barokat qidirmasdan unga 2 kiligini narsa ko'tar, deb ani jirkillab tursang, unda baraka ham uchadi. Bu erkakning shijoat, g'ayrati ham yo'qoladi. Uvoli uradi. O'sha hozir 4 ta non ko'tarib kelayotgan bo'lsa, o'shani uvoli bor. Ani 2 ta non ko'tarib kelayotgan bo'lsa, o'shani ham ko'tarib kelmaydigan bo'ladi. Mana uvol. Mana uvol. Umrni o'zini ham juda katta uvoli bor, umrni ham. Mana shunaqa narsalar bilan umr o'tib ketadi, bir kun o'lamiz, hammamiz o'lamiz. Lekin kimning umri nima bilan o'tib ketyapti? Ko'p ayollarimiz umri shu hashamatni orzu qilish bilan o'tib ketyapti. Menga uy kerak, menga katta uy kerak, menga ko'ylak kerak, menga u kerak, menga bu kerak, men u yoqqa borishim kerak, men bu yoqqa borishim kerak, biz u yoqqa borishimiz, biz bundoq qilishimiz. Bichi mana shu talab, yerga talab qo'yish bilan o'tib ketyapti. Bundoq o'ylab qarasam, ko'p ayollarimizni nimasi? Qo'ying. Erkak o'zi juda yaxshi biladi. Juda yaxshi biladi. Endi albatta to'g'ri, mustasno anidan kelsa, tambal, hech narsa qilmaydigan, zarar ko'rganda ichuvchi, chekuvchi, chakuvchi mana bunaqa erkaklar bundan mustasno. Endi bu har xili bor erkaklar, lekin ko'pchiligi mana shu qadriga bormayapti. Ayniqsa o'sha kechagi ikkita nimani ajrashayotgan oilani bundoq so'rab qarasangiz, shu erkakka iqtisodiy talab qo'yib, shu o'shani o'sha mani moddiy tarafini qondira olmagani uchun shu ajrashayotganmiz, shu bo'ldi. Mana. Azizlar, men endi gapirganimcha gapirdim, gap ko'p. Qolgan gaplarni sizni o'zingiz qarashlaringiz va kuzatishlaringizni albatta kommentariyada qoldirasiz deb o'ylayman. Azizlar, har bitta narsani qadriga yetib, har bitta narsadan iloji boricha yomonlik emas. Bir yaxshilikmi, bir qanaqadir bir xosiyatmi, bir o'zimizcha bir yaxshi narsa qidirib yashaylik. Nima deysiz?